Moskva shahriga siz ham 2,5 sutka ichida qulay va xavfsiz bo'lgan avtobus reyslarimizda yetib olishni xohlaysizmi? Unda hoziroq ekrandagi nomerlarga murojaat qilib, batafsil ma'lumot oling. Haftada seshanba, juma kunlari soat 18:00 da Toshkent avtovokzali peron qismidan shunaqangi Germaniyadan keltirilgan Van Hon rusumli 100% kafolatlangan avtobus reyslarimiz safarga jo'nab ketishadi. Muhimi, davlat tomonidan qo'yilgan hech qanday aldovlarsiz, hech qanday ortiqcha xarajatlarsiz bemalol yetib olishingiz mumkin. Bundan tashqari Telegram, WhatsApp nomerlarimizga bog'lanib, o'z o'rningizni masofadan turib bron qilib qo'yish imkoniyatlari mavjud. Har bitta yo'lovchimiz uchun biletlar tarqatiladi. Shu biletlar skanerdan o'tkazilgandan so'ng bemalol yo'lovchilarimiz o'z joylariga joylashib olishlari mumkin. 50 hamda 60 kilogrammgacha bo'lgan yuklarni o'zlari bilan birga olib ketish imkoniyatlari mavjud. Toshkent avtovokzalining 2-qavatida xalqaro yo'nalishlarimiz bo'yicha ofis hamda kassalarimiz ham mavjud. Biletni ayni damda Toshkent avtovokzalidan ham xarid qilishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting, yo'lovchilarimizga sog' yo'l tilaymiz.